Hormanglar. Oynalarni, eshiklarni, tepalari, prayomlar o'sha betonlari qo'yilgan. Xudo xolasa qurishini kutyapti akalarimiz. Bularni apolovkalarni xudo xolasa ekishadi. Undan tashqari mana bu yoqni ham kecha qo'yib qo'yishdi. Молодцы, gap yo'lni. Selam. Ham yo'llarni ham qo'yib bo'lishdi-da. Eshikni prayomini tepasini, mana bu tumbani bugun qo'yishni boshlashdi bular, sementlarini va nariyoq tomonimizda tumba bilan sementlarni ham qo'yishni boshlashdi. Uni ham ko'rsataman. Mana shu tumbani orqasini qo'yishyapti. Undan tashqari mana shu devorimiz ham почти tayyor bo'lib qoldi. Bu devorimiz esinglarda bo'lsa, o'tgan gal yo'q edi. Mana bu devorimiz oxiriga yetmagan edi. Mana shu tepa qismi oxiriga yetibdi. Bu ikkinchi qavatdagi hojatxona va vanna общий va uning yonida mana bu spalniyaga tegishlisi ham bo'ladi, xudo xolasa. Selim ishlar qizg'in. Ravishda ketyapti. Alhamdulillah. Ikkinchi obyektimizda o'rta devorlar ham boshlandi turji. Subhanalloh. O'rta devorimiz ham 1,5 g'ish. Xudo xolasa xonalarimiz ham ajralib qoladigan bo'pti. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Ustaka hormang. Ancha ishni qoyillatib yuboribsizlar-ku, ha? Assalomu alaykum. Alhamdulillah. Mana ko'cha tomonimiz, chegara devorimiz o'zi bitgan holat. Ichkari devori qurilyapti. Xudo xolasa bugun bu devor ham bitar ekan-a? Inshaalloh. Kechagiga qaraganda ancha shu ancha ishlarimiz ancha ko'rinib qolibdi. Zo'r bo'lib.